Üçparçalık haqida qissada sadoqatmanlik, bu buyda birodarlik, g'arb sayohat, bir nishon safardoshlik, qizira vaqt kuch bo'lsa, mandochilik. Mana bu 4 klass ashar. Qo'shunda odam qancha ko'p bo'lsa, shuncha kuchli bo'lmaydi. Inoqlik fanga ittifoq bo'lsa, oning keyindan kuchli bo'ladi. G'arb sayohat nomli asarda bu kichkina bir guruhga oxirida nima uchun g'alaba qildi? Chunki bularning nishoni bir. Hem de ağırlıkta mesela Cubaci, o bolumanda kıldığı deginlerimi bulanın nişanı fakat bir nomekiliş. Parçalık kıtırsan namlık eseri karsak mı en deslep bir ki Liu Bei Xulaganda Yuan Shao başçılığındaki 18 taraf qo'shiniga qetilgan vaqtning o'zida Liu Bei'den so'raydi. Qanchalik qo'shinimiz var? Üzemni qo'shganda 3 adamim var. Mesxir qildi-ku buni Yuan Shao. Bu yerga eng oz lashkari va sanğundingmi? Bir necha ming lashkari va tursa, bu 3 adam bilan deya vaqtda Liu Bei'nim dedi. El ro'naqtab qilish odamning ko'pligiga emas, balki sadoqatmanlikka bog'liqdir dedi. Liu Bei'ning ajoyib qaltis bir gapi. Shuning bilan keyingi janglarda mana Guayu mush sadoqatmanlikni amalga oshirdi. Sao dal mushchaqda Liu Bei'ning oshgipini esiga kelib, Liu Bei haqiqatan qo'rqinchli. Liu Bei to'g'ri debdi. Bu sadoqatmanlik hamma ishdan ustun turdi. Liu Bei rost yomonga deb qo'l qo'yib ketdi-ku. Endi shu bo'yda nomli asarga qarasak, bular oxirida nima etinishga mag'lub bo'ldi. Niyat birdek emas. Bir qismining alvo'g'isi va bir qismining alvo'g'isi yo'q, bir qismining Liangchang qaytqusi va nurg'unlar ketdi, parchalandi. Umum sababga qarab baqsanglar. Yani qizira vaqt tushga qarasak, eng oxirida mushundaq bir katta obro'yliq mush jamatlar oxirida mush xonavayron bo'ldi. Chunki bu ayollarning orasida g'ayvat, shikoyat intayin ko'p, xushyoq gap noit ko'p, birsi-birsini sig'dirmaydi, ko'rolmaydi. Shuningla mushundaq bir katta jamatmi oxirida xonavayron bo'lib ketdi. Shuning uchun bizda bor, yolg'iz otning changi chiqmas, chang chiqsa-mu dengi chiqmas. Ayrılganını eğik yer, bölüngenini bür yer deb. Endi biz net 100 kişilik çoğun cidven guruh olup gitayli, yoki bir kichik 4-5 adamlık bir şirket, bir kichik tüvenli olaylı, yoki bir özümüzün kichik ailesi olaylı, hemmimizde o'xshash bir niyat, inoqlik, ittifoqlik, qo'llash bo'lgan vaqtida anondan keyin cho'ng ishlar vujudga chiqadi. Anondan keyin g'alaba qila olamiz. Endi bu 4 klassik asarninki hozircha maqtilib, davomli kelishiligi bulardiki muhim bir bizga birdigan ideya, muhim bir ko'z qarash dal mashu. Eng oxirida tushunib baqsanglar. Shundalar biz natija chiqara olamiz, g'alaba qila olamiz. Undaqda siz bu 4 klassik asarning ichida qaysini eng yoqtirsiz? Filmchiga film o'qib beqinglar.